2024-yilning o'zida tabiiy ofatlardan vafot etgan insonlarning rasmiy statistik ma'lumoti 11,5 ming. Qandli diabetdan vafot etgan insonlar soni esa 1 millionga yaqin. Va xuddi shunday dard bilan yashayotgan insonlar bizning oramizda ham bor. 3 yil mobaynida bariatrik operatsiyaning aynan mini-gastrit shuntlash, ya'ni qandli diabetni ikkinchi tipini davolash operatsiyasini muvaffaqiyatli ravishda o'tkazib bormoqdamiz va mingdan ortiq bemorlar bu imkoniyatdan foydalanishdi. Va ular hozirda qandli diabetni dorilaridan xalos bo'ldi. Doimiy diyetadan xalos bo'ldi. Og'riqlar, bezovtagarchilik va diabet olib kelgan shikoyatlardan ozod bo'lishdi. Siz ham xuddi shunday bemorlar qatoriga qo'shilishingiz mumkin. Zamonaviy tibbiyot yutuqlari buni imkoniyati bor deb gapirmoqda. Va bu imkoniyatni biz Sihat klinikasi sizga berishga tayyormiz. Buning uchun bizga qo'ng'iroq qiling va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling. Sizga operatsiya yordam beradimi yoki yo'qmi, aniq bilib olishingiz mumkin. Axir dardning shifosi bo'lsa, undan foydalanmaslik bu noto'g'ri.